Assalomu alaykum do'stlar. Yana biza kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz sizlarni. Hozirgi bugungi tekin darslarimiz davom etadi. Bu darslarimiz Jahon konsalting kanali orqali yozib borilyapti. Eslatib o'taman. Agar sizlarga pulli darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon konsalting admini orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu darslarimiz to'liq darslar emas. Biz grammatikalarni iloji boricha asosiy tomonlarini ko'rib chiqamiz va darslarimizni davom ettiramiz. Hozirgi darslarimiz ham yana davom etadi. Bizada keyingi grammatikamizni ko'rib o'tamiz. Iganing ida grammatikasini biz oldingi darsda ko'rib chiqqan edik. Hozirgi darsimizda esa yana bitta grammatik konstruksiyani o'qib ko'rib o'tamiz. Va bizada ikkinchi partga keldik. Ikkinchi qism igonin moyeyo, what is this? Ya'ni igonin moyeyo qismiga keldik. Bu narsa nima? Ko'ramiz, yorobun. Ya'ni darslar davomida faqatgina grammatika bilan cheklanib qolmay, bizga gapirishni ham, maragini ham birgalikda o'rganib ketyapti bu mashqlar. Ya'ni gapirish bizada templari, gapirish ko'rsatkichlari, gapirish qoidalarini ham bizga usullarni o'rgatib ketyapti. Shuning uchun ham mana ikkinchi mashq igonin moyeyo, bu narsa nima degan deb nomlanadigan mashq va bizga mana shularning ichida o'rgatib ketishi mumkin bo'lgan mavzu hisoblanadi. Bizada birinchi qismimizda ko'rib o'tadigan narsamiz so'zlar ekan. So'zlar cheksang degani, cheksang birinchi so'zimiz bizada parta degan ma'noni bildiradi. Cheksang parta degan ma'noni bildiradi. O'yja degani stul. Keyingi so'zimiz o'yja, stul degan ma'noni bildiradi. Keyingi so'zimiz esa chek degani kitob. Bizada kitob degan so'zni bildiradi. Chek, Qungchek degani esa daftar. Bizada daftarimizni qungchek deb nomlayotganmiz. Va tagidagi so'z polpen degani ruchka. Polpen. Yonpil keyingi so'zimiz yonpil degani qalam. Yonpil qalam. Kabang sumka. Kabang degani sumka degan so'z. Va chiuge degani o'chirg'ich. Ya'ni o'chiradigan. O'chirg'ich chiuge hisoblanadi. Va bu so'zimizda ham so'zlarni ko'rib o'tsak bo'ladi. Shige mashqimizda soat. Moja degani bosh kiyim. Usan degani zontik, usan. Va shinmun so'zimiz esa gazeta degani. Kamera so'zimiz bu kamera. Sajon degani esa lug'at. Sajon. Keyingi so'zimiz esa angyong degani ko'zoynak. Angyong, ochki, ko'zoynak. Hyudepon degani yali aloqa vositasi, ya'ni qo'l telefoni hisoblanadi. Hyudepon deb ishlatiladi bu so'zlar. Xuddi shunaqa, ya'ni shige soat, moja bosh kiyim, usan zontik, shinmun gazeta, kamera, sajon lug'at, angyong ko'zoynak, hyudepon bu telefon hisoblanadi. Xuddi shunaqa ishlatib ketsak bo'ladi. Va keyingi qismimizga o'tamiz. Biza iga, issoyo, opsoyo grammatik konstruksiyasi hisoblanadi. Bizada iga, issoyo, opsoyo grammatikasiga keldik. Biza iga, issoyo, opsoyo grammatikasi qanaqa grammatika va qayerlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan grammatik konstruksiya. Iga, issoyo, opsoyo grammatikasi nimadir bor, mavjud yoki yo'q degan ma'nolarni bildiradi va bu asosan otlarga nisbatan qo'llaniladi. Noun deb qo'yganimizda noun bu ot. 명사의 붙여서 사용하는 이가 있어요, 없어요, 문법이에요. ya'ni otlarga nisbatan ishlatiladigan iga issoyo, opsoyo grammatikasi. Iga issoyo, opsoyo. Iga opsoyo nimadir bor yoki yo'q degan ma'nolarni bildiradi. Otlarga nisbatan ishlatiladi. Bu biror bir narsani, biror bir otni borligi yoki yo'qligi haqida ishlatganimizda qo'llaniladigan grammatik konstruksiya hisoblanadi. Uni tushunishimiz uchun biz quyidagi dialogni ko'ramiz. 우산이 있어요? 아니요, 없어요. Ya'ni yo'q, so'zlik yo'q. Ko'rib turibmiz, bu so'zda 우산이 있어요, 우산 so'ziga 있어요 qo'shildi. 우산이 있어요, zontigingiz bormi? Zontigingiz bormi? 우산이 있어요? 아니요, 없어요. Yo'q, menda yo'q. Ya'ni zontik yo'q degan ma'noni bildiryapti.
받침 bo'lsa i 있어요. 받침 bo'lmasa ka 있어요. grammatikasi 있어요, 없어요 grammatikasi qo'llanilsa biza ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi. 남자친구가 있어요. quyidagi gapni ya'ni misol tariqasida bizga berilgan gapni ko'rsak bo'ladi. 남자친구가 있어요. Erkak do'stim yo'q. Erkak do'stim yo'q. Bu koreys tilida nima degani? 남자친구 erkak do'st deb tarjima qilinyapti, lekin aslida 남자친구 여자친구 degani koreys tilida yigit ya'ni qiz degan ma'noni bildiradi. Yigitim ya'ni qizim degan ma'nolarni ifodalaydi. 남자친구 esa bu yigitim degan ma'noni ifodalaydi. Agar haqiqiy biz ma'noda ishlatmoqchi bo'lsak, ya'ni qiz do'stim, erkak do'stim deydigan haqiqiy biz do'st ma'nosida ishlatadigan bo'lsak, unda 여사친구, 남자친구 bo'ladi. Ular 남사친구 bo'ladi. 남사친구 ya'ni xuddi shu joyda xuddi shunaqa ishlatiladi. Bular esa 남자친구 bu erkak do'st ya'ni yigitim degan ma'noni bildiradi bu so'zda. 남자친구가 없어요 keyingi so'zda ya'ni meni yigitim yo'q deb ishlatyapti. 남자친구가 없어요. keyingi so'zimiz 우산이 있어요. 우산이 있어요. ya'ni 우산 bu zo'njik, zo'njik bor deyapti. keyingi so'zimizda 우산이 없어요. 우산이 없어요. ya'ni zo'njik yo'q degan ma'noda ishlatyapti. Ya'ni iga 있어요, 없어요 grammatikasini qo'llayapti. Xo'p, keyingi mashqimiz 보기와 같이 친구와 이야기해 보세요. Ya'ni keyingi mashqni ko'rib, do'stlaringiz bilan suhbatlashib ko'ring degan ma'noda ishlatilyapti. 동전 있어요? 네, 있어요. xuddi shunaqa biza savol bersak bo'ladi. 동전이 있어요? 뭐뭐가 있어요? 뭐뭐가 없어요. 과자가 있어요? yoki mana 받침 요 so'zni ko'rsak, 과자, shirinlik so'zi, to'g'rimi? 과자가 있어요? 과자가 없어요. shirinlik bormi? shirinlik yo'q. Xuddi shunaqa biza mashqda yengilgina savol-javob bilan bu mashqimizni ko'rib o'tsak bo'ladi. Keyin mana pastimizda so'zlar berilgan. xuddi shu so'zlarni ishlatsak bo'ladi. 차가 있어요? 차가 네, 있어요. yoki 아니요, 없어요. keyingisi 휴대폰이 있어요? 네, 있어요. 한국어 사전이 있어요? 네, 있어요. 아니요, 없어요. deb shunaqa mashq so'zlardan foydalanib bu mashqimizni davom ettirsak bo'ladi. 한국 친구 yoki mana yana so'zlar berilgan. 남자친구, 여자친구 berilgan. xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Ko'ramiz biz ya'ni xuddi shunaqa mashqlarni ko'rib o'tsak bo'ladi. 한국 친구가 있어요? 네, 있어요. 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 여자친구가 있어요? 네, 있어요. deb xuddi shu mashqdagi biz birgalikda xuddi shunaqa ishlatib chiqsak bo'lar ekan. Bu grammatik konstruksiyamizni yana eslatib o'taman. iga 있어요, 없어요 grammatikasi biror bir otni borligi yoki mavjudligi yoki mavjud emasligi haqida ishlatilganda, ya'ni ifodalanmoqchi bo'lganda ishlatiladigan grammatik konstruksiya iga 있어요, 없어요 grammatikasi hisoblanadi. ya'ni otlarga nisbatan qo'llaniladi. So'zda 받침 bo'lsa i 있어요, 없어요, 받침 bo'lmasa ka 있어요, 없어요 grammatikasi ishlatilishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa bugungi darsimiz, ikkinchi darsimiz shu yoqqacha edi. Ya'ni biz grammatikani ko'rib chiqdik. Ya'ni bitta grammatik konstruksiyani. Bu iga 있어요, 없어요 grammatikasi edi. Keyingi darslarimizda esa yana batafsil grammatika mashqlarimizni, grammatika mavzularimizni davom ettiramiz. Bu darsimizda esa biz shu yoqqacha ko'rib chiqdik. Yana eslatib o'taman sizlarga, bizning tekin darslarimiz Jahon Consulting kanali orqali yozib borilyapti. Ko'rsanglar bo'ladi Jahon Consulting kanalini va agar sizlar pulli darslarga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, Jahon Consulting adminiga murojaat qilsanglar, biz sizlarni pulli darslarga ham qo'shib qo'yamiz, to'liq darslarga ham qo'shib qo'yamiz. Bu yoqda sizlar birgalikda maragi yoki boshqa qobiliyatlarni rivojlantirib, umumiy ma'noda koreys tili grammatika bazasini ham mustahkamlab olishinglar mumkin bo'ladi va grammatikani ham davomiy o'rgansanglar bo'ladi. Darsimiz shu yoqqacha edi. Charchamanglar, sog' bo'linglar.